Mashalloh, mana bu go'zallikka qaraydi. Zo'r tabiatdan yaxshi oilaviy pokiz joy topib qo'yganman. Ko'rib turganingiz Chinorkent kanatkasi Chorvoqni tog'lari, dachamizning zeleniy zonasi, hovlisiga bemalol 2-3 ta mashina qo'ysa bo'ladi. Toza joy, oilaviy upatlar bilan qo'yiladi. Faqat ichkilisiz yaxshi joy so'raganlar uchun qaranglar, kirganingiz shunaqangi terrasasidan umuman biletlari bor, igrovой PlayStation, karaoke hamma sharoitlari bor. Dachamizda общий 4 ta 5 ta ispanlisi bor. Mana birinchi qavat zinlarni qarang. Yangi remontdan chiqqan joy, eng yaxshisi toza va akkuratli joy. Dachamizdan birinchi ispanlisi, mana детский koykalari qo'yib qo'yilgan. Bu ikkinchi ispanlisi, общий dachada 4 ispanli bor. Dachamizda shunaqangi keng hol, ko'rishingiz mumkin, stol, yumshoq mebel, zimniy kuxnyasi takoy. Приятный qanaqadir yaxshi joyda, nima deydi, tavsiya qilaman. Oilasini hurmat qilganligiga mana qaranglar, 12 ga 6 basseyn, suvlar qaynoq, finskiy saunamiz bor. Tashqarida ham tapchanlarimiz bor, o'tiradigan yaxshi joy. Qaranglar, hovli ham shunaqangi chiroyli, manzarasi yaxshi joy. Pastda eglar nomerini qoldiraman, to'g'ridan-to'g'ri telefon qilib bog'laninglar. Mana bu yerda bir mazza qilib o'tirish uchun katta tapchan, qozonchoq. Eng glavniysi ovqat qilasizlar, shuna yoninglarda bo'ladi, televizorlari bor. Eglar nomerini qoldiryapman, bemalol telefon qilinglar. Chorvoqlik boladan oldim desanglar, narxlarini kelishtirib qilib berishadi. $250 dan men 25 gacha qo'yib beryapman. Shanba, yakshanba kunlari dam olish kunlari dogovorniy.